583 sovet tillari yaxshi edi. Hozirgi 585 probalar sifati yaxshi emas. Qanday probali tillalarni xarid qilish afzal? Nega tillarni xarid qilishda qimmat olinadi va sotayotganda arzon? Bugun sizlar bilan oldingi oltin probasi haqidagi videoyimizdan kelib tushgan eng asosiy ko'p muhokamaga sababchi bo'lgan savollarni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz siz uchun juda ham qiziqarli bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling va siz uchun manfaatli bo'ladigan umiddamiz. 583 sovet tillari yaxshi edi. Hozirgi 585 probali tilla buyumlar sifati yaxshi emas. Bugungi birinchi aktual mavzuyimiz 583 va 585 tillalarning farqi yana va sovet tillalarini haligacha odamlar yaxshi ko'rishi haqida bo'ladi. Men probalarni oldingi videoda to'liq tushuntirib berishga harakat qildim va shunda ham juda ham ko'p kommentariyada noto'g'ri tushunchalar bilan savol javob yozishdi, o'zim fikrini bildirishdi. Yana qaytarib aytaman, bu tilla probalari tillarning tarkibida qancha oltin borligini, sof oltin borligini ko'rsatib beruvchi bitta ko'rsatkich hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, kilogramm yo metr, kilometrlarni hisoblasak, tilla buyumlarda biz proba ishlatamiz. Ya'ni ushlab turgan tilla buyumingizni ichida necha foizi sof oltinligini bilib olish uchun biz probani foydalanamiz. Agar proba demasangiz, foizdan ham bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni menda qo'limda deylik 100 kilo narsa ushlab turibman, 100 kilo. 100 kilo narsam ichida agar 585 probali bo'ladigan bo'lsa, 100 kilo narsani bo'ladigan bo'lsa, u menda 100 kilo oltinim bor degani emas. Oldingi videolarda ham aytganman. 585 probali bo'lgandan keyin meni qo'limda 58,5 kilogramm oltinim bor degani, 100 kiloga nisbatan deyapman. U qolgani menga keraksiz metal hisoblanadi, ya'ni metallom. U hech kimga kerak emas. Uni sotib olsangiz ham hech kim olmaydi uni pulga. Proba faqatgina shunga ishlatiladi. Yana o'zimni shaxsiy fikrim, bu odamlarga tillarni sifatiga probani aralashtirmaylar. Ya'ni proba tillarni sifatiga aloqasi yo'q. Tillarni sifati, meni o'zim shaxsiy fikrim, nimani nazarda tutaman? Tillarni sifatiga tillarni ishlab chiqarishi, texnologiyasi, ustidagi pardozlashi, ya'ni biz polirovka deymiz, qanchalik u yaltilab turibdi, qanchalik sizga chiroyli ko'rinib turibdi. Masalan, hozirgi paytda ichi bo'sh sistema deymiz, ya'ni ichi bo'sh bo'ladi, ko'rinishi kattaga o'xshasa ham o'zi yengil hisoblanadi. Mana shu tillarni sifatiga hisoblanadi. Aytiladi deylik. Probasini, lekin 585 bo'lsa ham, 750 bo'lsa ham tillarni probasini nazarga olib turib, tillarni sifati yaxshi emas ekan deyish mutlaqo xato. Ya'ni o'tgan videoyimizdan kelib tushgan yana bitta savol, 585 ni nega yerga uryapsiz deb. Biz hech qachon video davomida 585 probali narsalarni yerga urganimiz yo'q, unaqa niyatimiz ham yo'q. Sababi tillarni istalgan probasini xarid qiling. Xoh 585 bo'lsin, 750 bo'lsin, 409 bo'lsin, 350 bo'lsin, uni sifatiga hech qanaqa aloqasi yo'q va uni siz istalgan tilla buyumlarni xarid qilganingizda ham hech qanaqa siz moddiy tomondan yo boshqa tomondan yutqazish bo'lmaydi. Ya'ni siz bergan pulingizga nisbatan tillarni olasiz va sotayotgan paytingizda ham o'sha tillarni foiziga qarab turib sotasiz va o'sha pulingizni bemalol chiqarib olasiz. Agar tillar narxi oshsa, siz yutasiz, tillar narxi tushsa, yutqazasiz. U probaga hech qanaqa aloqasi yo'q. Men aytib o'tganimdek, o'sha tilla sotayotganingizda past probali narsa olsa arzonga olasiz, sotayotganda arzonga sotasiz. O'sha paytda kursini hisobga olib turib. Katta probali narsa olsangiz 750, undan balandni oladigan bo'lsangiz, o'sha paytda ham qimmatga olasiz. Boshqa pastroq probaga nisbatan va sotayotgan paytingizda ham boshqa proba, past probalarga nisbatan qimmatroqga sotasiz. Ya'ni tarkibida oltinning ko'pligini hisobiga. Xudo xolasa 583 va 585 mavzusi ham xuddi shunga borib taqaladi. Sovet tillari sifati yaxshi degan ma'nosi qaysi ma'noda? Agar 583 ni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu xato fikr. Aytib o'tganimdek, probani sifatga aloqasi yo'q. 583 bilan 585 ni hech qanaqa farqi yo'q. Buni esdan chiqaringlar. Ya'ni tarkibida bilinar-bilinmas tillarning grammida farq bo'ladi. Lekin buni sizlarga umuman aloqasi yo'q, sifatiga umuman aloqasi yo'q. Uni zargar ham o'zi 583 probani hech qachon sizga 583 deb bundoq deb bera olmaydi. U 583 probasi kerak bo'lsa 585 ham, undan baland ham bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lmasa zargar mana bu 585 probali narsa deb sizga qo'lingizga bersa, u undan pastroq ham bo'lishi mumkin. Sababi zargarlar uni %100 kontrol qilishini iloji yo'q. U xoh nomer 1 dunyodagi zavod bo'lsa ham probalarni bir xil 585 probada taqataq ushlashi iloji yo'q. U baland yo pastroq bo'ladi va o'zini standarti bo'yicha qabul qilinadi. Plus minusda ko'proq yo kamroq bo'lsa, u o'sha go'st standart yo unaqadan o'tadi, standartdan o'tadi. Shuni bilib qo'yinglar.
u fikrni esdan chiqaringlar. 583 probali yaxshi edi, 585 probali narsalar yomon edi degan probaga nisbatan aytayotgan bo'lsanglar, u mavzuni esdan chiqaringlar. Xo'p, endi sovet tillalari yaxshi bo'lishi mumkin edi. Nimaga yaxshi bo'lishi mumkin edi? U paytda tillarning tarkibiga ko'proq kumush qo'shilardi, yo'qmasa platina qo'shilardi va probasini nisbatan balandroq qilinadi. O'zi aslida yozilayotgani 583 yozilardi, lekin probasini tekshirsanglar u balandroq chiqardi. Sababi nimaga? U paytda tillalar nisbatan jamiyatga, hozirgi hayotga nisbatan arzon bo'lgan, ya'ni qadri pastroq bo'lgan. Shuning uchun ular qo'shimchasiga 585, masalan 58.5% tilla qo'shmaganda, tilla buyum tarkibiga, yo'qmasa 58.6 qo'shgan, 58.7 qo'shgan, ko'pi bilan qo'shib qo'ygan. Sababi ular zararga kirmagan. O'sha tomondan tillarning probasi nisbatan balandroq bo'lgan va hammaning xabari bor. Oldin tillarning qadri pastroq bo'lgani, xarid qobiliyati osonroq bo'lgani hisobiga tillarni sotib olishda ham ular ko'proq qalin, baquvvat narsalarni xarid qilishgan. Ya'ni hozirgi kundagi tillarning narxi qimmat bo'lganiga yupqalashib ketyapti. Ko'rinishi katta-yu, lekin taroziga qo'ysanglar juda ham yengil bo'lyapti. Uni sababi tillarning narxi qimmatligidan bo'lib chiqadi. Sovet paytida unaqa muammolar bo'lmagan. Ya'ni tillar arzon bo'lgani hisobiga qalin narsalar, baquvvat narsalarni bemalol foydalanishgan va tarkibida juda ham ko'p kumush bo'lgan. Kumush, eslab qolinglar, tillaga nimaga qo'shiladi? Birinchidan rangini ochartirish uchun qo'shiladi. Ya'ni qizg'ishroq emas, aslida rangini ochartirish. Misni qo'shganda mis ko'proq qizg'imtir rang beradi. Kumushni qo'shganda o'sha oqartirib berishga yordam beradi. Hozirgi kunda kumushni o'rniga kumushni kamaytirib, hozir sink qo'shilyapti, ya'ni rux o'zbek tilida. Bu rux nisbatan yumshoqroq bo'ladi. Va yana kumush yana bitta yaxshi tomoni bor. Kumush yaxshi tomoni tillalarni baquvvat qilishga juda katta yordam beradi. Ya'ni tilla bilan kumush bir-biriga qo'shilsa, aralashtirilsa, tillarning baquvvatliligi, ya'ni zichligi yana ham ortadi va uncha-munchaga egiluvchan, sinuvchan bo'lmaydi. Shu tomonlama sovet tillalarini men maqtashim mumkin, uni qalin bo'lganligini va kumushi ko'proq bo'lgani tomonidan. Lekin yana eslatib o'taman, probasini hech qanaqa bizga aloqasi yo'q.